sovg'alar ulashishda davom etyapmiz. Hozir 3-kabinaga kelamiz. Qayerdan keldinglar? Zanjondan aka. Andijondan ate kecha qidirib, O'zimiz andijonlik bolalar ekan. qidirib, topib, qayerda ekan deb, qolib ketib qolib adashib. Andijon qayerdan? Andijon Qo'rg'ontepadan aka. Omadchi to'g'atmayapti demang. Yo'q aka. Bitta savolim bor, to'g'ri javob bersangiz. Qo'limizdan kelsa. Savol bor sizga. Bor, qo'limizdan harakat qilamiz. Mana 5 marta obuna bo'lganmiz. Tushunating. Aka. Xo'p, mana ko'rsataylik tomoshabinlarimizga. Hozir mana qarmoq, mana 5 barmoq. Siz birinchi marta kelishingiz, Albatta aka. Birinchi marta kelishlaringga mana podpiska bo'lib qo'yamiz. Yo'q. Hoji doda, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun uzr ovqatlanayotganingizda biz o'tirdik. Assalomu alaykum. Bizda shunaqa mana 5 barmoqqa shunaqa bir urf odati bor. Agar mabodo podpiska bo'lgan bo'lsangiz, sovg'alarimiz bor. Instagram yuritiladimi? Yo'q, o'limda telefon bor, bizda endi javobini. Bugundan boshlab oilaviy podpiska bo'lib, chiroyli kommentariyalarni yozib, layklarni bosib turasizlar, bizni kuzatib borasizlar. Xudo xohlasa bitta chiroyli sovg'amiz bor. Bo'ldi. Arzimas bo'lsa ham bitta sovg'a mana nanay 5 barmoq degan yozuvlar bilan birga esdalik bo'lib qoladi. Biz o'zi bu Andijondan kelgan edik bu yerdan eshitib. Jinday yo'llardan adashib, zo'rg'a topib oldik. Xudo xolasa mana maza qilyapmiz o'tirib dam olib. Agar nasib qilgan bo'lsa, baribir keladi. Xudo xolasa nasib qiluvdi, keldik, aylanib yurib chakan yurganimiz yo'q, mana qaysi kelibmiz, endi Xudo xolasa yana yo'l topib, yana ketib qolamiz. 5 barmoq yeyish oson bo'lmadi. 5 barmoq yeyish oson bo'lmadi. Lekin yoqdimi? Zo'r. Maza qildik. Nima deb tavsiya qilasizman andijonliklarga? Yo'q, endi Xudo xolasa borsak, andijonliklarga shu yerda tavsiya qilamiz. Juda zo'r maza qildik deb. 5 barmoq, o'zi nomi bilan 5 barmoq ekan, juda mazali. Yeb maza qilib ketadigan joy. Duo qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Hurmatli do'stlar, biz sovg'alar ulashishda davom etamiz. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin.